شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qarindoshlar, biz oldingi soatlik darsimizda 37-oyatni oxirlashgan. Yani Adem alayhissalatu vassalam bilan shaytonning voqealigi haqida to'xtalib kelib, Adem alayhissalomning shaytonning vasvasiga kirib, cheklangan mevadan, daraxtdan yeb solganligi tufayli Allohning cheklagan ma'siyatiga tushib qolganligi, shundan keyin Adem alayhissalomning o'zining jinoyatni tunish ifodasi, pozitsiyasi Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki tövbe birishiga sabab bo'ldi. Adem alayhissalomning pozitsiyasini tunidi. Allah tövbe qiladigan yo'lni ochib berdi. Adem alayhissalom tövbe qildi, Allah kechirib, shuni bilan jannatdan chiqarilib, zamindagi vazifasini boshlash uchun zamonga tushirildi. Shu haqdagi mazmunlarga kelgan to'q bugungi o'qiydigan oyatimiz bu. Şunun davamı, yani 38-ayet. Estaizu billah. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Yani Allah subhanahu wa ta'ala Adem ve Adem avladıga hitap qilib, biz dedik deydi. Biz dedik ki sizlar cennetin hammanglar ortaq tushinglar. Bu yerdagi tushinglar ifodasi ham o'zinglarning ishiga kirishinglar dunyodagi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya. Sizlarga mendan bir yetakchi keladi. Yani hidoyatni biz ilgirgi darslarimizda ikki xil tafsir qilgandik. Birisi to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'yish shakldagi hidoyat, yani boshlash, yetakchi degan ma'noda. Yana birisi to'g'ri yo'lni tanlab bo'lgandan keyin, bir odam din yo'lini tanlab bo'lgandan keyinki dinning ichidagi Allohning bizga yaxshi ishlarga muyassar, muvaffaq qilishini yana bir hidoyat degan. Bu yerdagi birinchi hidoyat, to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'yish. Bu to'g'ri yo'lni ko'rsatgandan keyin inson tanlash ixtiyoriga beriladi. Tanlab Allah ko'rsatgan yo'lni tanlay olsa, faman tabi'a hudaya, yani qanday adam mening endi to'g'ri yo'limni tanlay olsa, biz ko'rsatimiz avval fa imma ya'tiyannakum minni hudan, mendan bir yetakchi, bir ko'rsatma, to'g'ri yo'lni ko'rsatish keladi. Faman tabi'a hudaya, shu vaqtda tanlagan odam to'g'ri yo'lni, Allohning yo'lini tanlagan odamga fala khawfun alayhim va la hum yahzanun. Unga hech qanday bir qo'rqinch va yoki bearamlik bo'lmaydi. Yani kelgusidan ansirash, o'tmishiga nisbatan hasratlanish olmaydi deb oyatda. Abdurrahimahulloh oyatni bizga izohlab davatudi. Allah subhanahu va taala bu oyat karimada qul nahbitu minha jami'an deb ma shaklda, ko'plik shaklda ifodaldi. Arabcha qurilmada ko'plik xitob. Ama Sura Tahada qala bita minha jami'an deb ikkilik shaklda, sizlar ikkinglar tushinglar deb mana shaklda keldik. Ama ikkilik shaklning oxirisida birlikte, ortak tushinglar deb mana jami'an degan shaklda umi ko'plikni ifodalaydigan bir so'z qilib qo'yaqlar. Yani Allah subhanahu va taala bu yerda ko'plik shaklda bir qitim xitob qildi, yana bir qitim ikkilik shaklda xitob qildi. Ko'plik shaklda xitob qilgan vaqtida, hammanglar degan vaqtida xitob Adem alayhissalomning vujudida yushirilgan bütün avlodlarga bo'ladi. Yani biz sizlar hammanglar bu xitobning tahtiga daxil bo'lamiz. Bu yerdagi tushinglar degan buyruq hammamizga, hammanglarga kelgan buyruq. Odamga, Havvoga va kelgusi avlodlarga. Ya'ni bizdan oramizdagi har bir odam qiyomat
turgan kadar Adem Aleyhisselam'ın bir cüz'i hesaplandığımız ya bu noktadan bu yerdeki hitap hem öylenge buludu. Şoňlaşqa biz ilgirki dersde bir qitim dep ötken bir ayet var. Şoňa bir diqqat qilish tegishlik. Şu adama alayda eskertken "Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam" degan ayetde biz sizlarni dep köplik şekilde yaratdık. Köplik şekilde ifadelik mayada ve sizlarni suratga kirgizdik. Chiroyli surat ba'doslar dep bulup ve andaki malaikalar dedik ki Adem'e seydik ama. 5'teki ayetning 5'teki ifade köplik şekilde kilip Adem Aleyhisselam'nıkin tilgalıdı. Bu demek ne demek dese insanın hemmesi ta kıyametki kadar Adem'nin evladı olan bütün insanlar Adem Aleyhisselam'ın vücududa yuşurulgan demekçi. Yani biz bir yerden şunu mülahiza kılımız ki bir yerdeki bizge kılınavatkan hitap köplik şekildekilik. Allah Subhanahu ve Teala men seni yarattım, seni suretki kirgizdim. Andın ki malaikelerge Adem'e seyde kılana dedim demidi. Silerni de köplik şekilde hitap koydu. Xuddi Allah Subhanahu ve Teala'nın bir yerde istigine, halıgını bizni şu noktaya dikkat kıldırmakçı ki, şuna dikkat kılsın demekçi ki yaratılgan vaxtıda, Adem Aleyhisselam yaratılgan vaxtıda bütün evlatları Adem Aleyhisselam'ın ki onun vücududa qanday qilgan sığdırılgan, vücududa yoşurun ba. Ularning hammasini Adem Aleyhisselam'ın vücudu yaratıp, suratga keltirip, andan keyin malaikalardan nima Ademga seyda qilganlar talab qilgan demekçidek bir ifade chiqdi ma'rumdir. Yani biz bu noktaya kelgan vaqtida shuna bir savollar tushdik olamizga. Yani biz bamitoq shu vaqtida. Adem Aleyhisselam'ın vücududa mevcudmitok. Muşu sual düşürdü. Yani ba biz şu vaqtida, mevcut biz şu vaqtida. Şoňlaşqa biz şu vaqtda ba oğaçqa Allah ziminga çüş hitabını qilgan vaqtida nim deydi? Qulna bitu dep köplik şekilde. Yani mahtab merdeki ziminga çüş endi vazifanly başlaň diyen bu hitap Adem ve Adem'nin bütün evladıga kıyametke kadar qartılgan diyen bir hukum bizde iniqlaniş gerek. Muşunu bilişimiz gerek biz. En bir ayette ihbita dep köplik şekilde kilidi. İşkilik şekilde. Ma bugünkü ayette ihbitu dep köplik şekilde kilidi. Ayetteki işkilik şekilde qanday ifade, ma bugünkü ayetteki köplik şekilde qanday ifade dese, bu yerda mesuliyetni üstüge elishning bir başlanış ifadesi var. Bu Adem Aleyhisselam'a qartilgan gap şu vaqtida, zamonga tushirilgan vaqtda. Bu noktadan işkilik şekilde keltirdi. Çünkü Adem Aleyhisselam hayotdagi Adem Aleyhisselam hayotdagi özünün vazifasini Allah'ın menheciga qarta vazifasini boshlaydi. Bu yerda manhaj var, yo'l var, Allah'ın belgilab bergan bir yo'li var, shaxsiy tatbiqlash var. Bu yerdagi mas'uliyat shaxsiy yo'ludi. Şoňlaşqa bu mas'uliyat shaxsiy olgaçqa köplik şekilde ifadelenmey, işkilik şekilde. Adem ve Havaga qartilgan şekilde kelyapdy. Ama umumyüzlük hitap qilgan, ziminga tushib vazifasini boshlash şekilde hitap qilingan vaqtda andan keyin köplik şekilde kelyapdy bu yerda. Allah Subhanahu ve Teala deydi, işkilik şekilde keldigan vaqtda işkiňlar düşüňlar deydi. Endi men şu ayetning o'ziga qarasak, ihbita minha jami'an deb keyinde jami'an deb bir narsa var. Yani bizning mulohaza qildigan, bir diqqat qildigan bir nuqtamiz, şoňlar degandagi buyruq işkilik. İşkilikni keltirip bulup keynida jami'an degan bir so'zni keltirib qo'ydi. Jami'an degan ko'plikni ifodalaydigan so'z. Yani buningmi biz bu yerda bir yorum bersak, yana bir ifoda bildirsak, nima deymiz desa, taklifatning boshlanishi bo'lgan ekan bu yerdagi hozirgi buyruq. Ziminga tushgan ma ishkining o'zinglar mas'uliyatni ado qilinglar degandek bir shakl bo'lgan ekan, bu yerda ikki taraf bor. Birisi-birisiga qarshi turadigan bir ikki taraf bor. Bir taraf Adem va ayoli taraf, yana bir taraf iblis taraf. Ama üçünü qo'shgan vaqtida, üçülüdü. Hemini qo'shgan vaqtda Adem, Hava bir taraf, Adem bir taraf. Demek şeytan bir taraf. İki taraf. Bu noktadan ihbita ikkilik şekilde keltirgan bo'lsa, bularning hammasi soni bir yerga kelgan vaqtda üçülüdü. Yani jang maydonida ikki guruh bor. Adem, Hava, onun avlodlari bir guruh bor, şeytan yana bir guruh bor. Ama buladigan jang qatnashadigan odamning soni ko'plik. Şu vaqtning o'zida hem Adem, Hava, şeytan 3. Şu oxirsida jami'an degan ko'plik şekilde bir ifodani kelgan. Xuddi Allohning bu yerda iroda qilayotgani bizning shunga diqqat qilishimizga mayadagi tushish, iymon yo'li va uni ziminni tatbiqlashga munosabatlik degandek bir xil ifodani bizga bildirayotgandek. Bu yo'lda Adem Aleyhisselam bilan Hava
Allah'a itaat qilishga intiladi. Bu uning maqsadi. İblis olsa ma ishköylerini ma'siyatga so'rashga hirisman. Bu uning vazifasi. Mush nuqtani bizga ifodalab bir ko'rash bu. Zimindagi hayotingni bir jang silning kurash qilib yashaysizlar demoqchi bo'lgandek bir ifoda bor. Tamam. O'zimizdan gapga kelaylik. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Zamonga tushinglar. Deb bo'lib, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Mendan sizlarga bir dona yetakchi, yo'lboshchi keladi. Ya'ni bu yerda benim mulohaza qildiganimiz Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalom o'zining tajribasini o'tkazib, gunoh ma'siyatga tushirib bo'lgandan keyin Alloh uningga tavba so'zlarini o'rgatdi. Nasihat qildi. Yani g'afil qilib qolgan vaqtda bir ishni xato qilgan vaqtda tavba qilishga nasihat qildi. Allah subhanahu va taolo uning tavbasini qabul qilganligini buningga o'rgatdi. Demak, Alloh subhanahu va taolo Odam alayhi salatu vassalam va Havodan zaminda o'rinlashish, hayotdagi xizmatni boshlashni mishada istaydi, xohlaydi. Aniga Alloh ularni yaxshilikqa boshlaydi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Mendan sizlarga bir dona yetakchi keladi deb yaxshilikqa boshlayotdi. Men bayatdan deganimdek hidoyatninki, hudan degan hidoyatning ikki xil ma'nosi bor. Birisi yaxshilikqa boshlab qo'yish, an yaxshilik, an ko'zib qo'yish ma'nosi, yana birisi yaxshilikqa yetkazuvchi yo'lning o'zini hidoyat deydi. Hidoyat ustida mangdim deydi, hidoyat keldi deydi. İki xil ma'nosi. Birisi boshlab qo'yish, yana birisi yo'lning o'zini ko'rsatdi. Anikin bundan boshqa yana bir hidoyat bor. İman şu yolunu tanlab bo'lgandan keyin iymonga yordam qilish, teximiz ziyoda qilish degandek. Vallazina ihtadaw zadahum hudaw va atahum taqwahum deb to'g'ri yo'lni tanlaganlarning hidoyatini ziyoda qiladi va ularga taqvolik beradi deb iymon yo'lini tanlab bo'lgandan keyin beradigan bir hidoyat bor. U boshqa. Endi ma oyati karimadagi hidoyat, huda degan so'z yaxshilikqa boshlab qo'yish ma'nosidagi. Yaxshilikqa boshlab qo'yadi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan degani sizlarga yaxshilikqa boshlab qo'yadigan bir yetakchi, kasa degan ma'noda. Shuningga oxirida, oyatning oxirida kasda kirib bo'lgandan keyinki uni hidoyat qilish emas, balki tanlash, ko'z tiqish masalasi o'g'achqa oyatning oxirida faman tabi'a hudaya, ash mening boshlab qo'ygan, ko'z tiqib qo'ygan yo'limga agassa. Oldida ko'z tiqib qo'yish, ana bu agishish ifodasi va mayada. Fala xawfun alayhim va la hum yahzanun. Ayetning oxirisida qandoq odam shu men ko'zib qo'ygan yo'lga egassa, u odamga la xawfun alayhim, hech qo'rqinch bo'lmaydi, hech bearam bo'lmaydi dedi u. Mishadagi qo'rqinish degan nima, bearamlik degan nima desa, qo'rqinch sen uni yo'qotishga kuching yetmaydigan darajada kelayotgan bir yomonlikni kutish. Bir yomonlik kelyotidi. Sen o yomonlikni to'sib qilishga kuching yetmayotidi. Sen bundan qo'rqsa, bu qo'rqinch. Endi bearamlik degan nima desa, sen yaxshi ko'radigan, bo'lishini umid qiladigan bir ishning o'tib ketib qolishidan, hey, mush ish qo'ldan ketib qolarmi, dishdan o'tib ketma, ammo bearamlik bo'ladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo mush oyat karimada men boshlagan yo'lda mangan odam, men tushirgan manhajimda mangan odamga qo'rqinch olmaydi. Qo'rqinch olmaydi degan. Ya'ni qo'rqinch olmaydi degani ular qo'rqadigan bir ish olmaydi. Ondan boshqa o'tib ketib qolib, buldun ketib qolib, bearam bo'ladigan ishim bo'lmaydi. Chunki bütün yaxshilik Allohning ko'rsatgan yo'lda bo'ladi. Yo'lga ergashgan odam bir ishning yuz berishidan qo'rqib qolmaydi menga. Endi mushu ish, mushu bizga hech qanday bir xatolik o'tkazib boqmagan bir jamiyatda haqida muhim bir masalani bizga beradi. Ya'ni bir jamiyatga ashta xatolik o'tkazmagan bir jamiyatga qo'rqinch yetamdi. Abadan hergiz yetmaydi. Bir jamiyatga qo'rqinch yetdimi? O jamiyatdagi kishilar xotirjam yashamadimi? Cho'qim o'tkazgan bir xatolik bor. Cho'ng xatolikdan birisi bor. Agar xatolik o'tkazmasa, u qo'rqinch yetmaydi unga. Ammo mushu xatolik qilib solgan odam doimo uning ichlarining echilib qolishidan, uni yo'qotishga kuch yetmaydigan bir yomonlik bilan tuyuqsiz, yomonlikning tuyuqsiz kelib qolishidan qo'rqadigan bir holat ekanligini ko'rib oladi. Sen shuni ko'ralaysiz shuni. To'g'ri yo'lda mangan odam qo'rqinchda yashamaydi. Qo'rqinch ikki xil bo'ladi. Ya bir gunoh bo'lib, men uningda sababkor. Mana shaklda. To'g'ri yo'lda mangan odam ejilib qolishidan qo'rqmaydigan, qo'rqadigan hech qanday ishni qilmaydi. Ya u qo'rqinch yana bir ish bo'lib,
Mening munosabatim yo'q. Ama mening munosabatim bo'lmasa-mu Allah menga uni ijro qilib, menga keltiradigan bir qo'rqinch. Yani men o bir hikmat bo'lish kerak. Men uni ya bilishim mumkin, bilmasligim mumkin, lekin qabul qilaman. Men ikki xil qo'rqinch bo'ldi. Bir xil qo'rqinch men qilgan xatolikning jazosi. Yani bir xil qo'rqinch men bilan aloqasi yo'q, tuyuqsiz gap qiladigan, mening sababimdan emas, bir balo musibatlar bor. Bu xil qo'rqinch. Men ikkinchi xil qo'rqinch cho'qim bir hikmati bor. Men uni bilishim mumkin, bilmasligim mumkin, lekin bilsam bilmasam, men ikkinchi xil Alloh menga taqdir qilgan qo'rqinchni men qabul qilaman uni. Allohning taqdiriga rozi bo'lgan nima? Allah'ın hidayetiga ergashgan odam ne qo'rqish yo'q, ne bir aram bo'lish yo'q uningda. Chunki u gunoh qilmadi, biroq qonunni buzmadi, insonni aldimadi, jinoyat qilmadi. Shunga bir narsani qo'rqmaydi. Ammo uningga tuyuqsiz bir hodisa kelib qolsa, qalbi xotirjam holatda qabul qiladi. Allohga ergashadigan kishilar qo'rqmaydi va ulardan ensirashmi bo'lmaydi. Chunki ular hammaga rozi. Ve la hum yahzanun. Yani Allah'ın menheciga itoat qilib yashaydigan odam uni bir aram qiladigan bir ish bo'lmaydi. Yani o o'zi xohlagan, bo'lishni umid qilgan ish cho'qim bo'ladi. Bunda da uning irodasi shu holatda xoliqining irodasi. Chunki Allohga bo'ysungan odam Allah nima qilsa, men uningga roziga ideya bilan yashaydi. Bu nuqtadan uning ansaydigan olmaydi. Uningga yuz beradigan Alloh tarafidan har ish yaxshilik. Nima bo'lsa yaxshilik, ansayish yo'q uningda. Hatta ishning yüzde, onun aksi ko'ringan taqdirda o rozi bo'ladi lekin qarmoqqa naydi egri ish, pek egri musibat. Ammo u Allohga bo'lgan ishonchi bo'lg'achqa hammaga rozi bo'ladi. Uning butun tuyg'u, hissiyoti, ichki qurimlarining hammasi biz-bizdan bunda moslashgan. Yani ziddiyat yo'q. O hayot bilan sig'ishib o'talaydi. Üzülen sig'ishib o'talaydi. Hayat uningdan faqat unda mu'mindan tasbih, itoat, namozning buning hammasi rahmat. Bu demak üzülenmi sog'lom yashaydi, sig'ishib yashaydi. Üzülen sog'lom sig'ishib degani ideya, o'y, fikr, tafakkuri hammasi joyida normal degan gap. Ziddiyat yo'q, to'qinish yo'q, iztirob yo'q unda degan gap. Robbi bilan sig'ishib yashaydi degani hamma o'y, fikri hammasi Robbi bilan moslashadi, yashaydi. Etrafidagi jamiyat bilan sig'ishib, tinch shaklda moslashib yashay oladi. Bir jamiyat zaminda eskilik qilmaydigan mu'min inson bilan baxtli bo'ladi. Unda inson davomli yaxshilik qilib turadi. Mu'min degan hayotda tarqatiladigan bir go'zallik ruhi o. Chiroyli ne'mat o. Kishilarning hammasidan rozi bo'ladigan bir rozilik mu'min degan. Inson ashta olgan ekan, uni xushal qiladigan hech narsani yo'qitib qo'ymaydi inson. Etrofidagilarning hammasi o'ssa, etrof uning bilan xushal bo'lsa, hamma undan rozi bo'lsa, uni yo'qitib qo'yadigan narsa bo'lmaydi. U xushal bo'ladigan ishni faqat yo'qotmaydi u. Agar uningga bir Alloh keltirgan bir hodisa yetib qolsa, faqat shukr bilan qabul qiladi. Gerçi hikmetini bilmagan taqdirda, masalan, tuyuqsiz bir voqealikka uchrab qoldi, bir musibatga kelib qoldi, hikmat va deb qabul qilaveradi. Bu Allah bir hukmda Allohga e'tiroz qilishdan qattiq saqlanadi. Şoňaşqa deydi, mu'min odam davomli, ey Allah, ey Rabbim, sening bütün hukmlaring, bütün qazo va qadarlaringning hammaga hukminga rozi bo'lgan, hikmetinga ishonch qilgan shaklda hamd aytaman deb ma'qul pozitsiyani bildirdi mu'min odam. To'g'ri, inson hodisalarning ta'siriga uchraydi. Lekin hodisalarning ta'siriga uchrashlar şu hadiselerni paydo qiluvchi bo'lgan Allohning hikmati bilan turib hodisalarning ta'siriga uchrashning farqi bor. Normal hodisaning ta'siriga uchrab moslashib ketgan odam bilan cho'qim buningda bir hikmat bor deb turib qabul qilgan odamning farqi bo'ladi. Birningda rozimanlik bo'ladi, yana birningda qattiq ichishi bo'ladi, yana birningda. Shunga payg'ambar alayhisalom nazuklarcha bizga bunday bir ishni o'rgatdi. Innal ayn tadma wal qalbu yahzan ولا نقول إلا ما يرضي ربنا كما يرضى ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. Balası ölüp ketken vaqtda Resulullah'a nispeten bir çoğun musibet demdi bu. Resulullah bununla qanda pozisiyani bildirib bizga übütwadı dese, musibetni qabul qilganligini, musibet bilan moslashganligini ifodalab
ko'z yosh to'kyotidi deydi Rasululloh. Qalb bearam deydi. Deb bo'lib keynidan, ammo Rabbimiz rozi bo'lgan gapni deymiz. İbrahim, biz senin aralab qolganga naytı ko'nglimiz yerim. Mana şekilde davatudi. Ya'ni hodisalarga mas şekilde maslashib, ammo u hodisaning bir hikmat bilan bo'lganligini, Alloh tarafidan bo'lganligini qabul qilib menish mu'minningki eng cho'ng alohidligi. Mana iymonga qaranglar, Rasululloh bizga o'rgatgan iymonga hadislarni qabul qilyotdi. Bo'lgan yuz bergan hadisni ko'zi yosh to'kyotdi. Ammo qalbi toshga o'xshash qattiq qolmaydi u yerda. Bir xil mehribonlik bor. Qalb Allohga bo'ysunyotdi. Allohning hikmatini, irodasini taqdirga elayotdi. Ya'ni qalb da'kallada Allohning cho'qim bir hikmati bor deb uni taqdirga elayotdi. Ya'ni buni e'tiborga elayotdi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bizden hadiselerni bearam, g'am, qayg'u bilan qabullaşımızı xalamaydi. Oy Allah nimish olib ketgandi, nimish menga bunda bo'ldi, men nimish qildim degandek bir xil bearamlik bilan o'zini tugashtiradigan holat bo'lishimizni xalamaydi Allah bizningki. Ammo iymon bilan turib bearam bo'lsak bo'ladi. To'g'ri? Bizga bir hodisa bo'lib qolsa kulmaymiz. Ota-onamiz qazo qilib kelsa kulmaymiz. Bir qatnash hodisa yuz bersa biz kulmaymiz. Eğer musibet oldu külmeyimiz ama ko'nglimizda rozilik bo'lishi kerak. Allohga nisbatan bunda bo'lganda rohatlanamiz biz. Bearam bo'lamiz, ammo rozilik bilan. Alloh subhanahu va taolo sizning bearam bo'lishingni cheklamaydi. Ammo sen bu shu hadisini paydo qilguvchi zot bilan shu zotning shu hadisidagi hikmatning o'tirini ayirmasliging kerak. Hikmat va deyishing kerak. Shuningga so'ngak doktoridan qashqib olgan vaqtingda so'ngaklarni qaytadan o'ngshash uchun sundurdi u. Endi doktorning sening so'ngakingni sundurib qilgani sen uchun yaxshimi? Tabiiyki yaxshi. Garchi ancha-muncha azoblasami, uning bizning so'ngaklarimiz qayilib ketgan vaqtda sundurib tanishi biz uchun yaxshi u. İnsanlar o'tirishga masala bu tursa, Xoliqingdan sana kelgan har qanday ish seni davolash shu. Sana kelgan har qanday musibat seni davolash shu. Shu musibatlarni bearam bo'lamiz, to'g'ri, bu bearam bo'lish xato emas. Ammo shu musibatlarni bizga akagan, shu ishlarni bizga taqdir qilgan Allohningki bir hikmatini unutmaslik kerak, nazardan saqit qilmaslik kerak. 39-oyatda ilgirki oyatlarda Adem alayhissalomning voqealigi, iblisning voqealigi bilan Adem alayhissalom o'zining hayotdagi vazifasini boshladi. Adem alayhissalomning hayotdagi vazifasi Ademning vazifasi Allohdan kelgan to'g'ri yo'lni tanlash bo'ladi ya. Bunun aksi bir taraf bo'ladi. To'g'ri yo'lni tanlamagan yana bir taraf bo'ladi. Qur'onning bir uslubi doimo jannat haqida so'zlagan vaqtida do'zaxning bir ko'rinishlarini beradi bizga. Iymon haqida so'zlayotgan vaqtda kufrning bir ko'rinishlarini beradi. Aynı şekilde Allah'ның yo'lini tanlagan kishining ko'rinishini, yani Adem alayhissalomning voqealigi bilan birga zamonga tushib vazifani boshlangan asosda iymon yo'lini tanlagan kishining ko'rinishini bo'lgandan keyin endi bizga shu yo'lning aksini tanlagan, ya'ni kufr yo'lini tanlagan kishining ko'rinishini bizga qanaqa qilyapti? Bir vaqtda bu oyatda vallazina kafaru va kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bizga Adem alayhissalomningki ziminga tushib Allah subhanahu wa ta'aladan hayat hareketiga bo'lgan bir manhajni topshirib oldiganligini o'g'itib bo'lgandan keyin qanday qadam bu manhajga egashsa uning hayotidan qo'rqinch, bearamlikdan chiqib ketib, dunyo oxiratda amin bo'ladiganligini bizga depib bo'lgandan keyin endi bizga qarshi suratni bizga beryapti, qarshi shaklni bizga beryapti. Ya'ni ilgirki oyatdagi ahkam mazmun to'g'ri yo'lni tanlagan kishilar haqida bo'lgan bo'lsa, ma'oyatdagi mazmun to'g'ri yo'lning qarshisi, ya'ni kufrni tanlagan kofirlar haqida bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo da'vatida vallazina kafaru va kazzabu bi ayatina. Bu yerdagi kofir bo'lgan, bizning oyat pokitlarimizni inkor qilgan degandagi kufri lug'at ma'noda Alloh subhanahu va taoloning vojibal vujud bo'lgan Allohningki mavjudiyatini qana qilish, yo'gash, yo'q chiqarishga urinish degan ma'noda, inkor qilishga urinish degan ma'noda. Mushu mavjudiyatning borlig'ini yo'gashga, inkor qilishga urinish deganlikning o'zi Allohning borligiga bo'lgan bir e'lon bu. Chunki sen
bir narsa bo'lganda uni yo'g'irmoqchi bo'lsa, yo'q narsa yo'g'irmasin bo'ladi. Yo'g'ish, inkor qilish degan bir narsa bo'lganda inkor qilinadi, yo'q bo'lsa inkor qilinmaydi u. Mavjudiyat olmagan, vujud olmagan, bo'lmagan narsalar yo'g'ishga ehtiyoji yo'q, yushurishga ehtiyoji yo'q. Chunki bizning aqlimizda yo'q-ki, bizning aqlimiz chuqur ba'nasini tushunib, ba'nasini sig'dira oladi. Ba'nasini say qiladi bizning aqlimiz. Avval kalimizda shu ba'nasining zihni surati shakli bo'ladi, paydo bo'ladi. Ondan keyin uning ismi yoki so'z shakli paydo bo'ladi. Masalan, sana bir inson mavjudiyati bo'lmagan bir narsa haqida so'zlab bersa, sen tushunmaysan uni. Uni anqiramaysan uni. Illoki ba'nasiga o'xshatib turib, mandaroq narsa degan vaqtda tushunsa. Xuddi mataqqa o'xshash, yoki ko'lga o'xshash deb bir narsa. Yoki bo'lmasa quyoshning yumuloqligi va undan boshqa bir narsalarni desa, ani sen tushuna olaysan. Ammo sen yo'q narsani tushuna olmaysan. Yo'q narsa toki ba'nasiga o'xshatilganga qadar tushuna olmaysan. Demak, har qanday bir narsa avval paydo bo'lishi kerak. Ondan keyin dunyodagi til tadqiqot organlari bir yerga kelib, shu zihnimizda shakllangan surat shakllanib bo'lgandan keyin shu narsani ifodalaydigan so'z haqida bahs qiladi, tadqiqot olib boradi. Bu yerda masalan raketa desak, raketa yasalishdan paydo bo'lishdan ilgari raketa degan ism yo'q. Osmon kemisi yoki havo kemisi, bo'shliq kemisi degan sun'iy amro. Bu kashf qilinishdan ilgari buning ismi bo'lmaydi. Lazer nur desak, lazer nur degan ism shu nur kashf qilinishdan ilgari bo'lmaydi. Demak, har qanday narsa avval bo'ladi, ondan keyin ism qo'yiladi. Endi gapimizning o'ziga kelayli, Allohning borlig'ini yushirib inkor qilmoqchi bo'lgan kuparlarga kelsak, Allohning borlig'ining yushirish, uni inkor qilish deganlik Allohning borlig'ini isbotlash deganlik bo'ladi. Chunki yo'q narsani hech kim yushamaydi, inkor qilmaydi. Mana kufrning o'zi iymonni isbotlaydigan bir isbot bo'ladi amaliyotda. Aqlingiz normalda bir ismni tushunish uchun o'sha ismga munosabatlik oid mazmun aqlingiz bo'lgan vaqtda ismni tushuna olasiz. Bu normal ahvol. Dunyo tillarining ichidan hech qanday bir tilda Alloh degan ism yo'q holatda topolmaysiz. Hamma tilda Alloh degan ism bo'ladi. Balki Alloh jalla jalaluhu bizdan g'ayb. Ammo uning ismi shunday tilg'alinsa, cho'ng, kichik, johil, olim, dunyoni cho'kalgan yoki uydan chiqmagan hamma odam bizning qalbimizda qo'yilgan iymon tabiati bilan buni tushunadi. Alloh degan hukmni tushunadi. Demak, Allohning borlig'ini yo'gashga urinayotgan, tirishayotgan kuffarlar va kazzabu bi ayatina. Ya'ni kuffarlar Allohning davomli shu borlig'ini, qalbimizda bo'lgan shu borlig'ini yo'gashga urinadi. Oyatning oxirida va kazzabu bi ayatina, bizning oyat delil faktlarimizni inkor qildi. Oyat asl lug'at ma'nida, bizning tushunishimizda Qur'onning oyatini oyat deymiz. Asl lug'at ma'nida ajoyib, odamning diqqatini tortadigan, bir ishlarga faktulgan narsa oyat bo'ladi. Koinotda masalan quyoshga o'xshash, oyga o'xshash, yulduzlarga o'xshash, zamonga o'xshash koinot faktlari bor. Masalan taqqa o'xshash undan boshqa. Bularni oyat dilida arabchada. Ya'ni Alloh zaminda pak tulish uchun, insonga xizmat qilish uchun yaratgan inson qudratidan sirt, insonning aqliy iqtidoridan sirt narsaning hammasi normalda oyat. Bizning arab tilidagi oyat degan tahtiga kiradi. Undan boshqa mo'jiza bo'lgan oyatlarmi bor? Yani Alloh payg'ambarlarni, elchilarni qavmiga avatgan vaqtida payg'ambar elchilariga koinotning qonuniyatini buzgan shaklda bir narsalarni berdi. Normal qonuniyat bo'yicha emas. Sabab qonuniyati normal dunyo qonuniyatidan xalqqa shaklda bir narsalarni berdi. Ya'ni oshning qavmiga shuning Alloh tomonidan avatilgan payg'ambar ekanligini isbotlashning mo'jiza berdi. Bu bir oyat, biz arabchada buni oyat deymiz, ya'ni bu mo'jizalar. Ammo payg'ambarlarga berilgan bunday mo'jizalardan maqsad shuni ko'rgan odamlar maqsad bo'ladi. Shu odamni ko'rsa bo'ladi. Chunki oyatlar shu mu'minlarga payg'ambarlarni isbotlab berish uchun keladi. Ham bu nurg'un zamonlar o'tib isbotlashga ehtiyojli bo'lib qoladi.
Yani peygamberninki öz kavmiga qarata vazifasının rastligini dalolat qilish uchun bo'ladi bu. Bu bir oyat. Diqqat. Biz oyatning ikki xil ma'nosini gapirib bo'ldik. Birisi dunyoda bizning iqtidorimizni yuqori, bizga xizmat qiladigan, yaratilgan bir narsalar bor. Ay, quyosh, dengiz, tog' degandek. Bularni biz boshqara olmaymiz, ammo bizga xizmat qildi. Bu mu oyat? Payg'ambarlarga bergan darajadan tashqi mo'jiza xarakterli ishlar va bu mu oyat arabchadagi. Ondan boshqa Qur'oni Karimdagi surlarning parcha bo'laklarini ham oyat deymiz. Yani Allah subhanahu wa ta'ala qiyomatga qadar payg'ambarlarning rostligini isbotlaydigan mazmunlarni qo'ygan mo'jizalik kalam bu munin bo'ladi, oyat bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala o'zining Qur'ondagi oyatlarida insonning qanday yaratilgani haqida, osmon manhiji, zamonga tushirilgan osmon yo'li, ya'ni iymon yo'li haqida so'zlaydi. Undan mazmunlar haqida so'zlaydi. Mushlarning hammasi oyat. Endi oyatning oxirisida, biz hozir o'qimoqchi bo'lgan oyatning oxirisida vallazina kafaru deb bo'lib va kazzabu bi ayatina, bizning oyatlarimizni inkor qilgan kishilar degani dal shu xildagi oyatlarning hammani inkor qiladi. Allohning barliq birligini ifodalaydigan koinotdagi dalil pokitlar, payg'ambarlarga berilgan mo'jizalar, Qur'ondagi oyatlarni hammani inkor qiladi. Ya'ni Allohning oyatini inkor qilganlar bu kofirlar, mushriklar. Bular islomni inkor qiladigan kishilar, dinga qarshi turgan hammasi. Allah bizga bularning kelgusini, taqdirining nima bo'lganligini belgilab berdi. Dediki oyatda nima dedi? Ashabun nar hum fiha xalidun. Bular do'zax bilan kiradi, menga qoladi dedi-da bularni. Ammo mushadagi inkor qilish tushunmaslikmi, ya'ni tushunmaslikmi? Bir savol. Bularning inkor qilishi Allohning oyatlarini, bularni tushunmaganlikmi? Desa biz deymizki, ba'zida inkor qilish qasddan, tushunsimi qasddan inkor qiladi. Ali Fir'avn bularga nurg'un ofatlar, kasallar, kichik azoblar yetdi, iymon etsin deb. Lekin bular bu pokitlarning Alloh tarafidan ekanligini bilib tursa-mu e'tirof qilmadi. Shunga Qur'oni Karimda bularning ahvolini bayon qilib, "Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulma wa aduwa va uluwa", ya'ni bular inkor qildi, qalbi inkor qiladi, bular e'tirof qiladi. Qalbi e'tirof qilib turib buni inkor qilishning sababi zulma va uluwa, o'ziga o'zi zulm qilib va o'zini cho'ng tutib davatadi oyatda. Endi dunyodagi oyatlar, pokitlar intayin ko'p. Agar biz shunday qarasak-lam iymon etilamiz normalda. Bular o'yinishga ehtiyojli emas bunda pokitlar. Balki Alloh subhanahu va taolo bizga rahmat qilishi uchun kishilarning hammasi bilalish uchun bunday oshkor qildi. Lekin ba'zi shunda bo'lsa-mu Allohning dalil pokitlarini inkor qilib, mana bu kishilar o'zining xohishiga ergashmoqchi bo'lgan kishilar. Alloh subhanahu va taolo kofir va Allohning oyatlariga inkor qiladiganlarning hammasini bir azobga jo'g'ladi. Vallazina kafaru va kazzabu bi ayatina, kofir bo'lganlar deb bo'lib, Allohning pokit alomatlarini, dalillarini inkor qiladiganlar ulayka ashabun nar deb bir jazoga jo'g'ladi. Anmijadagi ashabun nar do'zax kirdi deb tarjima qildik-ku biz. Arabchadan texmi inchikilab kirsak, ashab degan ko'plik so'z, sohibning ko'pligi. Sohib degan nima desa, do'st degan bir do'st unda. Bir odam bilan kunishib, mijozimiz chiqishib, va mening do'stim ekan deb billa o'ssak, maktabning yotog'ida billa yotsak, masalan, sinfda o'tirsak, bir ustalda o'tirsak, xizmat o'rnimizda bir yerda o'tirsak, billa xizmat qilsak, ish qilib mijozimiz kelishib qilib, billa mangan, bir yo'lda mangan, bir uyda o'tirgan odamning hammasi sohib bo'ladi. Ya'ni mijoz chiqishgan degan ma'noda. Ya'ni o'zaro o'ltirishni yaxshi ko'radigan birisi-birimiz bilan, go'zal vaqtlarni o'tkazishni xohlaydigan, paranglashni xohlaydigan odamni sohib deymiz arabchada. Endi ashabun nar deganlar xuddi bular do'zaxga qarshi oshiq teklan bir hukm chiqdi deydi. Do'zax bulni yaxshi ko'radigan, bul do'zaxni yaxshi ko'radiganday. Ya'ni bu nima desa, do'zax buliga oshiq ekanligini isbot. Do'zax bunda odamlarga amroq. Do'zax bunda odam bilan xushol bo'ladi, bular kirgan vaqtida. Xuddi do'stga xushol bo'lganda, ishikdan bir do'stim kirsa, bir xushalman men. Bular do'zax kirsa, do'zax xushol ko'radi bularga. Ulardan ayrilishni xohlamaydi. Shu Qur'oni Karimda bunda bir ifoda va do'zaxning sifatlaridan. Yawma naqulu li jahannama hal imtalat. Biz o kunuzda jahannamga deymizki, to'shdingmi? To'ldingmi desak, ular deydi-ki, do'zax deydi-ki, hal min mazid. Yana bormi deydi. Demak, do'zax kuffarlarning do'zaxga kirishidan xushal bo'ladi. Suyunib ketadi do'zax. Biz
biz suyunib ketadigan adam ishkin kirsa qo'pab, ko'rishib, quchoqlashib, inakni yaqishib, suyishib ketimiz ya. Aynı şekilde dövzakı kapırlık kirdigan bo'lsa, dövzak degan xush olib ketadigan gapda. Yani biz bu oyatdan dövzakning bularga bo'lgan ishqining, muhabbatining darajasini ko'rib olaymiz. Dövzak bilan kapirlar o'tirishidagi. Chunki dövzak har vaqt, har zamonda ularga hamroh bo'ladi. Bu qandaqdir dövzakni nisbatan yomon ko'radigan hamroh bo'lish emas, lekin dövzak yaxshi ko'radigan shaklda hamroh bo'ladi. Dövzak har kafirni, her cinayetkarını, her münafıkını köydeki vakti hoşulap gidiyordu. Çünkü o dövzak Allah'ın yoluğu kafir olan, dünyadaki Allah'ın alamet ayetlerini inkar kıgallarını cezalatıdı. Yeni bir tarafta mı? Aynı ahval şu. Yani cennette mi? Cennetki nispeten mi? Ahval aynı şu. Cennet Allah'a ima etkan, ibadetini ihlasmen bilen kıgan, yolunu tedbiqlagan, Allah'ın yolunu dünyada tedbiqlagan kişini yaxshi ko'rib turib uningga o'rin hozirlaydi, hamroh bo'ladi. Suyunadi jannat. Mu'minlar kirsa. Oyatlarda davoya innallazina amanu va amilus solihat va akhbatu ila robbihim ulayka ashabul jannah. Jannat mu'minlarga nisbatan ashab bo'ladi. Ya'ni suyunib ketadi, do'st bo'ladi jannat. Ya'ni jannat mu'minlarga hamroh bo'ladi, ularni yaxshi ko'radi, ularni ching tutadi. Xuddi dövzak kafir inkor qilganlarni yaxshi ko'rib, ularni ching tutadiganday. Dövzak kapırını köydürüp atkan vaxtıda xuşal olğandak cennetmi mu'minni huzurlandırıp atkan vaxtıda xuşal buludu. Bu ashabun narınki ma'nisi. Nima uchun Qur'onda ashab degan iboratni ishlatganligining ma'nisi bu. Oyatning eng oxirida hum fiha xalidun. Ular bu cennet dövzakda mangu qoladi dedi. Ya'ni azob yerda mangulik bo'ladi, o'zgarmaydi, uzilib qolmaydi, yengilib Mengü devam olmuştu. Bu hakta Kur'an-ı Kerim'de "Ulaikellezine işteravul hayatad dunya bil ahire fela yukhaffafu anhumul azab." Yani hayatı dünyanın ahiretge tegişken mında kişilerden azap yengilleşmeydi, bular yardımı birilmeydi. Demek biz yukarıdaki Allah Subhanahu ve Taala'nın ki yukarı mazmunlardan emdi. Bu yol ne? İman yolu ne? Adem Aleyhisselam bilen birlikte zamanğa çöğellikini. Adem Aleyhisselam'ın zamanğa şu Adem Aleyhisselam hidayetle birlikte çöğellikini demişqa zamanda asmanның tuncu menhecini tedbik kılıyorsun. Bunu bildik yukarıda. Adem Aleyhisselam bilen birlikte bu Allah'ın yolunu zamanğa çöküzgen. Xuddi Allah Subhanahu ve Taala insanı zamanda bir minut mu hidayet yolunu, dalalet yolunu bayan vermey turup bir minutunu taşlap koymaganlıkını bizgi bilgendek, taşlap koymagandek bir ifade bu. Onun başka bu yol bilen birgeyne. Bu yolda davamlıq mangulda yol emas. Çünkü insan aciz. Cennette bir kıtım tecrübeden ötkezi ya şeytanlığa aldınıp asi oldu o. Onda o anda insanın çıkış yolunu bir için bu yol bilen birge, bu menhec, Allah çöğen bu din yolu bilen birge tövbini yolu koyup be, tövbe yolu koyaldı. Tövbenin kabulü yolu koyaldı. İnsan ümitsizlenmesliki. Hatalaşıp unutup kalıp unutup qalğan vaqtda endi kelgüsüm, aqibatim, dövzak olub ketdi degandek bir hissiyat qilib qalmaslik uchun tövbe ishkinimizga yetib berdi. Balki mush tövbe ish orqali inson doimo osmonning ishkini o'ziga uchiq ekanligi, o'zini yaratgan Allohning buningga shafaqatli ekanligi, xatolasimi tövbe ishklarini echib, tövbe gunohlarini mag'firat qilganligini his qildi. Hatto har inson hayatının beşidin tatip zemin üstü yaşavatkan her insan Allah'ın köngül bilişi aslı ekanligini his qiladigan derecede etipedi. Demek bu yerdeki Allah insanga zeminde menişin bergen yol işin içine qolgan har qanday adamga bor. İman eğitimen degan har qanday adamga bor bu yol. Tövbe xatolaşgan har qanday adamga bor. Hech qanday bir xatolaşqıchi tövbesiz qolmaydi. Allah Subhanahu ve Taala Adem Aleyhisselam'ın evladını şuna agahlandırdı. Allah'a itaat kılıp iman etken adam dünya ahirette yaxşı hayat yaşaydı. Ama kafir olup inkar kılgan adam bunun akıbeti mengülük azap oldu. Bu ilgirki derslerimiz ve bugünkü derste hulaslangan hulası mana bu dünyanın ahvali. Adem Aleyhisselam yaratıldı, sınav ötküzüldü, cennet yaşatıldı, bir hatalık yüz berdi, tövbe kılgan boldu, andan keyin zamanga tushilgan boldu ve eskartildi ki senin kaçkanda şeytandan birisi ba, mağdığa yolun mavu, mağmaydıgının mavu, mana tanlıq Allah'ın ahvali mavu, bunu tanlıq Allah'ın ahvali mavu deb müşahede keldik biz bugün mazmun cihette. Yani Allah Subhanahu ve Taala Adem Aleyhisselam'a düşmene iblisini tunuttu.
diqqat qilishni talab qildi. Odam bolalari nima qildi? Allohning manhajini itoat bilan qabul qildimi yo ma'siyat bilan qabul qildimi? Allohning ta'limotini tutdimi yoki cho'rib tashlavatdimi? Bu nokta bizga qolgan nokta. Shuning bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.